Assalomu alaykum vatandoshlar, yaxshimisizlar? Zerikmayapsizlarmi? Mani ajdodlarim yaxshi chiqyaptimi? Sizlardan bir iltimosim bor. Bir ikkita negativda qo'sh tirnoqdagilar blogerlar bu bunaqa haqorat yozyapti. Men milisaman, prokurorman, bunaqa, men azdor qilyapman, men yomonlik qilayotganim yo'q, yo yerdan kavlab oltin olayotganim yo'q. Men sizlarni foydalaringizga qilib, mana shu radio texnikalardan olishda azdor qilib ko'rsatyapman. Buni men ammoga olib chiqib, uni sharmandasini chiqarib, menga kerak emas, menga yarashmaydi ham. Birinchidan, ikkinchidan, menga bunaqa yurak qara odam bo'lsa, baxir, yurak qara baxirli. Menga kirib o'tirmasin, yoki yoqmayapmanmi, chiqib ketsin. Shu, meni yomonligim yo'q. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, o'zbek xalqim, tojik bo'ladimi, qirg'iz bo'ladimi, qo'limdan kelgancha azdor qilib ko'rsatyapman. Shu narsa platalar, shu boylikni mana shu o'zimizga qolsin degan ma'noda chiqaryapman. Menga masalan zararli emas, buni azdor qilib chiqarib, platalarni qilib, yo birovni sharmanda qilib, haqorat qilib, yo men ammoga olib chiqayotganim yo'q. Sababi menga yarashmaydi bu narsa. Men qo'limdan kelsa o'zimni azdorimni ko'rsatib, o'zimni hunarlarimni ko'rsatib, shu xalqimga mana shular qilsin, Rossiyaga bormasin, shunday ishlarni qilsa, şeydan ham topsa bo'ladi, azdor qilib videolar qilib chiqaryapman xalqim. Men achchig'im kelgani, men milisaman, prokurorman. Menga qat'iy nazar u milisa bo'ladimi, prokuror. Men nima yomonlik qildimmi? Men yo birovni haqorat qilibmanmi, yo so'kinmanmi? Aytinglar qani. Mana o'zlaringiz fikrlaringizni kommentariyaga ovozlaringizni qoldiringlar, kutib qolaman. Like yurakchani ham qizartirib qo'yinglar. Kim menga do'st bo'ladigan bo'lsa, yurakchani ko'proq qizartiringlar. Men sizlardan uzr so'rayman. Agar yoqmayapti desanglar, men videoni umuman chiqarmayman videom. Blokka qo'yaman, quplayman, bo'ldi. Shu, men juda qattiq xafa bo'ldim bu narsalarni eshitib. Men kutmagan holatda bo'ldi. Nastroyeniyam tushdi, qoldi. Sababi xalqimni shu ko'nglini ko'taryapman. Qilishga harakat qilib o'rgatyapman. Qo'limdan kelguncha yordam beryapman, yengillik. Men birovni ammoga olib chiqib sharmandasini chiqarayotganim yo'q. Yo birovni ayolini, yo birovni erkagini. Men yoqtirmayman unaqani. Birovni orqasidan ko't kavlashdi, qo'pol bo'lsa ham. Men Xudoni o'yiga borib kelgan insonman. Menga yarashmaydi ham unaqa narsalar. O'ta xalqim, to'g'ri tushunishga harakat qilinglar. Qo'llarimni